Salamatmısızlar, hörmətli oxucular. Qandaqsızlar? Yaxşı tudunlarmı? Rəhmət. Mən tozu yaxşı. Bugün temamızda qarşı sanlar, bütün sanlar, ratsional sanlar dedi. Kütüğünən təyiq bolğan bolsaňlar 67-ci bətni içinlər. Mən kütüğünü içip alay. İçildi. Əndi bişirdi kiçiknəm. Mavzunu ötüp etəyliməydi. Qarşı sanlar degen nima? Biz ötkəndə koordinatlıq düz sızıqda nima ötdük? Hər qandaq sanlarni ifadələdik durusma. Əndi muşu koordinatlıq düz sızıqda 0 çektidən soň tərəfi və 10 tərəfində birdek aralıqda orunlaşqan sanlarni biz qarşı sanlar dep ataymiz. Məsələn, 0-dan 10 tərəfə 1, 2, 3 qədəm bismek 3 dep yazıb qoysaq, bu çağda 3 sanı qarşı san 1, 2, 3 sol tərəf 3 sanmaksaq -3 boldu. Bu общем qarşı san deganimiz raqamları oxşaydigan faqatla minus belgisi bilan farqlangan sanlarni qarşı sanlar dep ataymiz. Şundaq jiq misalını keltirsak boldu. Məsələn, -5 sanı qarşı san 5 boldu. 17 degan 17 degan sanıga qarşı san -17 boldu. Tushundinglarmi? Bu общем minus bilan plusla farqlansa, muştaq sanlarni biz qarşı sanlar dep ataymiz. Вот. Endi bu yerda yana следующий deydiganimiz bütün sanlar, ratsional sanlar deydi. Tak, kechirsam sal kompyuterim tormozishib ketdi. İşləyətdi normalni. Endi 5'de bunda bolğan. 5'de bizga sanash uchun bir sanlar kerakdi. Ularni biz sanaydigan uchun ishlaydigan sanlarni 1, 2, 3, 4 deb bundaq ketib barmiz. Mushu sanlarning yig'indisini biz natural sanlar deb ataymiz. Ular 1dan boshlandi. 1dan i plus cheksizlikcha ketib qolgan sanash uchun ishlaydigan sanlarni biz nima deb ataymiz? Natural sanlar deb ataymiz. Ondan keyin endi men sразу inglizchasini deb yozib qo'yay, natural numbers. Следующий класс nima bo'ldi? Bizga masalan 0 kerak bo'ldi. Aqchimiz yo'q bo'lib qoldi или уже qarzga kirishga boshladik. Shundaq sanlarni biz уже как раз taки buni bütün sanlar deb ataymiz. Bütün sanlarni matematikada z harfi bilan belgilaymiz. Bunun ichiga значит kirdi. Minus cheksizlikni tatib buni salbiy sanlar, masalan -5, -4 и так далее. Hamma salbiy sanlar kirdi. Salbiy sanlarni o'tgan darsda o'tdik. 0 mi kirdi и hamma natural sanlar kirdi. 1, 2 и так далее, и так далее. Mushlarni hammasini biz bütün sanlar deb ataymiz. Tushundinglarmi? Bütünlar, kстати, normalni anglatgansizlar meni, men qarab etmadim kommentariyalaringizga. Agar normalni anglatgan bo'lsa bir plusik qo'yinglar. O'tgan narsa so'zlar yaxshi anglanmabdi. Tak. Şu normalni anglatam sizlar meni. Aha, plus keldi. Yaxshi vaqt davomlashtiray. Shu vaqtida buni bütün sanlarni dedik. Bütün sanlarning ichiga salbiy sanlar kirdi, natural sanlar kirdi va 0 sanlardan turadigan mush sanlarning hammasini biz bütün sanlar deb ataymiz. Z deb belgilaymiz. Endi inglizchada esa buni just integer number deb ataydi. Integers. Или integers deb qo'ysin bo'ldi. Numbers men eslatmay qoldik. Дальше следующий класс nima bo'lib qoldi? Natural sanlar qaranglar. Z integer buni bütün sanlarni ichiga kirdi. И еще bizda ratsional sanlar bor. Ratsional sanlarni biz Q harfi bilan belgilaymiz. Bu yerda уже m bo'lingan n turida berilgan sanlarni hammasini biz ratsional sanlar deymiz. Na samom деле bu yerda shunda desak bo'ldi. Bu yerga natural sanlarmi kirdi?
bütün sonlarni kirdi ve kesir türüde berilgan sonlarni hammasini biz ratsional sonlar deb ataymiz. Rational numbers deb qo'yaylik. Rational numbers. Ну и последнее, sonlarni еще bizda cho'ng klassda komplексный числа, irratsionальный числа deganlar bo'ldi. Ashlarning hammasining вообще va bütün hamma sonlarning yig'indisini общий biz real numbers deb ataymiz, вещественные числа. U bo'lsa, mushlarning hammasi kirdi, короче, и biz uni mega real numbers deb qo'yaylik. На самом деле кружочек bilan yozsak bunda bo'ldi. Qaranglar, сначала eng короткийsi это натуральные числа. Undan sal jiqaroq klass это уже bizda nima bo'ldi? Bütün sonlar z. Undan keyingisi bizda ratsional sonlar kirdi q. Ana shuni hammasi ratsional, irratsional kompleksni hamma sonlarni yig'ib kelsak, hamma sonlarni biz real numbers deb r deb belgilaymiz. Uning uchiga minus cheksizlikdan plus cheksizlikcha har qanday son kirdi. Salomatmisiz? Yangi kirganlar salomatmisizlar? Продолжаю endi. Nima deydi bu yerda? Putti teoriya, в принципе, putti. Ya'ni bizda jup sonlar, taq sonlar bor. Надеюсь, sizlarning esinglarda bor. Jup degan son qaysi, taq degan son qaysi? Kechirsizlar, buni ham 3 bo'lib ketdi. В общем, agar son 2, 4, 6, 8, 0 raqamlar bilan oyoqlashsa, eng oxirida 0, 2, 4, 6, 8 bo'lsa, mushtaq sonlarni biz jup sonlar deb ataymiz. Agar oxirgi raqam 1, 3, 5, 7, 9 ga bitsa, u vaqtda bundaq sonlarni nima deb ataymiz? Taq sonlar deb ataymiz. Buni deb ketdi. Ну все, u vaqtida давайте boshlaylik. Kстати, опять sizg'inim 37-suratda sizlarda bor ekan. Başlaylı nomer 291'din. Hiç bilinglar nomer 291'ni. Buni eg'iz chiqib etsak bo'ldi. Berilgan sonlarga qarama-qarshi sonlarni yozinglar deydi. Masalan, 7 degan songa qarama-qarshi son -7 bo'ldi, durustmi? Точно так же -29 olsanglar, uning qarama-qarshi son 29. Qolganini yozmaylik deb ketay. 105 ki minus 105, minus 39 ga просто 39, minus 6,22 ga plus 6,22. В общем, salbiy sonlar ijobiyga, ijobiylar salbiyga aushib yozilsa, mushtaq sonlarni biz qarama-qarshi sonlar deb ataymiz. Endi nomer 298 ni ko'raylik. Tanglimini yeshinglar deydi. Nomer 298. Beshida birinchini ko'raylik. Minus x teng 432 bo'lsa, vaqtida prosta x deb uchun uni ko'rmaydigan minus 1 nima qilib bo'lingan bilan yo'tkazsak, 432 ni minus 1 ga bo'lsak, bo'ldi minus 432. Shundaqla, давайте uchinchisini chiqaraylik. Minus t teng 19 dan 6 bo'lsa, t prosta bo'ldi 19 dan 6 ni minus 1 ga bo'lib etsanglar, minus 19 dan 6 esa bitti. Endiki nomer 300 ni chiqaraylik. 2005 ve 2008 yılı aralıqda her türlü ziraatlarning hosuldarlığı mundaq bo'lgan edi. Biz buğdayni ko'raylik. Buğdayni tapqan buğday 2005-2008 mundaq o'zgaribdi. 5'de 9,5 sentner 1 gektardan mushunchalik yig'ibdi. Ikkinchisida 11,7 sentner yig'ibdi ikkinchi yili 1 gektar yerdan. Uchinchi yili 13 sentner yig'ibdi 1 gektardan. Oxirgi yili 1 gektardan 9,7 sentner yig'ibdi. Sentner za gektar deydi. Mushta bo'lsa, mush 1, 2, 3, 4 son qana o'zgardi deydi. Birinchi yil 9,5, ikkinchi yil 11,7 sentner yig'ilgan bo'lsa, qanchaga o'zgaribdi bu yerda? O'zgarishni tepish uchun prosta ikkinchi sonni birinchi sonni yetishlar. 11,7
elingan 9,5 boldu 2,2. Şu vaqtida 2000 qancha yılı? 2006 yılı 2005'ga qaraganda plus 2,2 sentner oşuq jığıptı 1 gektar yerni. Следующий 11,7 bilen 13'ni göreli. Bu yerda nima qilamiz? 13'den almız 11,7. Bu yerda 13'den 11'ni alsanglar 2 и потом 1,3. Тоже ijobiy chiqdi ko'rdingizmi? Mushunchalik ya'ni o'sibdi. Axirgi yili nima qilamiz? 9,7dan 13'ni alsak, уже azaydi. Qanchaga azaydi? Endi plus minus turganda cho'ng sondan kichik son deb cho'ng sonni belgisini qo'ymizmi? Bo'ldi. Minus 13'dan 9'ni yetsanglar 4, 4'dan 0,7'ni yetsanglar 3,3. Bu yerda уже so'g'ib ketib, bug'doy azayibdi. В общем, bu yerda plus minus ijobiy salbiy sonlarni topdik. Nomer 303. Berilgan tenglik to'g'ri bo'ladigan bo'lish uchun yulduzning o'rniga qanday son yozish kerak deydi. Birinchisini ko'raylik. Minus tirnoq ichida minus 89,1 bo'lsa, bu vaqtida buni yulduzning o'rniga qancha qo'ymizki? 2 minus 1 birsi ko'paytayotganda plus bo'ldi. Chiqdi просто 89,1. Bu birinchisi. Üçüncüsü nima ashtaqla только наоборот yozilgan. Minus yulduz tutsa ve javobi minus 7,5 bo'lsa, vaqtida yulduzning o'rnida necha bo'lishi kerak? Men 2 ta minus plus bo'ldi-ku. Axirgi javobimiz minus bo'lish uchun shu vaqtida yulduzning o'rniga minus 7,5 ni qo'yishimiz kerak ekan. Tushunayotgan bo'lsanglar pluslar qo'yishni unutib qolmanglar. Tushunmaydigan biraylar bo'lsa, sразу yozib so'ranglar meshada. Biz bo'lsa 304 ni ko'rib turaylik. 304 ashtaqla, biroq bu yerda nima deydi? Sen tipamaydi. Birinchisi minus c teng 12,3 elingan 12,15dan 2. Tenglama o'xshash chiqaryapti. Minus c turibdi so'ng, mayda 12,3 o'nliq kasr bo'lgan ekan, biz uni 12,3 deb aralash kasr turida yozib olaylik. Mayda 12,15dan 2 ga. Shu vaqtda minus c teng bo'ldi. 12 ni yetsanglar butun son ketdi. 10 bilan 15 ning maxraji 30. 3, 2 keldi. Bo'ldi 9. 9 ni 4 ni yetsanglar 5. Qisqartib etsak 6 dan 1. U minus c. Endi minus 1 nima qilib bo'lingan bilan yo'tkab etsanglar, javobi bo'ldi c teng. Minus 6 dan 1. Salbiy 6 dan 1 chiqdi. Bu 304 bo'lgan. 304 ning 3-chisini chiqaraylik. Men qishiqli yozib qo'yay. Minus c teng 28 dan 15 ko'paytirilgan 36 dan 35 elingan plus 48 dan 13. Endi ko'paytirilgan turganda 2 amal bor ekan, endi ko'paytirilgan va qo'shilgan, shuning uchun 5 ni ko'paytib yetaylik. Ko'paytirilgan turganda qisqartsak bo'ldi. Qaysi sonlar qisqarayotgan bu yerda? 28 mi? Ну, давайте 28 bilan 35 ni 7 ga qisqartib yetaylik. 15 bilan 36 только 3 ga qisqaramdi ekan, mayda qoldi ekan 5, mayda bo'lsa 12. Katta qudalishi minus c teng. Boshqa qisqaradigan yo'q. 4 yerda 12. 48, 25 plus o'qana yaxshi maxrajlari o'xshabdi. Suratlarni qo'shib etsak, bo'ldi 48 dan 20, 30, 38. 2 qisqartib etaylik.
24'ten 19. Minusni mayqa yo'tkazsak bo'ldi javobi C minus 24'ten 19. Так, что там дегенники бар? Ой, тут вообще весело бывает туда bizda bugun. Bitti, 305'ni ko'raylik. Ну, B уровеньdan hammasini chiqarib yetaylik, kichkina хотя бы нормально, а то A вообще easy level bo'layotdi. Shuning uchun nomer 305. Z ning qanday ma'nosida berilgan ifoda to'g'ri bo'ldi? Birinchini ko'raylik. 40 qo'shilgan minus z teng 0. Tengni o'xshash kabiyada minus z turib tursin. 40 o'ng tarafga ketganda minus 40 bo'ldi. 2 minusni qisqartib etsak, chiqdi prosta 40. Uchinchisi. Minus z minus alif minus z minus alif butun o'ndan 2 teng 0. Bo'ldi. Minus z turib tursin, minus alifni o'ng tarafga o'tkazsak, partizan plus bilan bo'lib ketadi. Qarama-qarshi belgi bilan. Minusni yo'tkazsak, chiqadi z teng minus alif butun o'ndan 2. Так, остальные остахлыки давайте buni tashlab qo'yay sizlarga o'yiga. Ikki to'xtalishi nomer 306 ga. Minus 5,8 ve 9,1 sonlarning orasida qanday jup sonlar ve qanday taq sonlar joylashgan deydi. Ну, тут, наверное, еще qanday jup ve taq butun sonlar deb so'radi, a to ratsional sonlarni olsak, u yerda jiq bo'lib ketadi. Buni endi tushuntirish uchun давайте koordinatli sizig'ida вообще siz qo'yaylik shularni. 0 meya biradi bo'lsin. 1, 2, 3, 4, 5, 8 ketmaydi. Minus 5,8 ve 9,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, где-то meya biradi. Mushning orasida qanchta butun son bor? Ashuni birashida hisoblaylik. Uni o'tgan darsda qilgan. Meyda 9,1 deganki, meyda 9 ta butun son bor ekan. Minus 5,8 deganki, meyda minus 5 ta butun son bor. Shu vaqtida 5 tal plus 9 tal и plus 0 это тоже bir tal son. 15 tal qanaqa son bor ekan bu yerda? Butun son bor ekan. Buni so'rmadi, просто yozib qo'ydim o'zim. Butun son bor. Дальше bularni so'rayotganda mushlarning qaysisi jup, qaysisi taq? Ну, jupdan boshlaylik. Minus 5. Потом minus 4 keldi. Shu vaqtida minus 4. Minus 2, 0 тоже jup sonda 2 ga bo'lindi. Потом 2, 4, 6, 8 mana jup sonlari. Taq sonlari deydi, u bo'ldi minus 5, minus 3, minus 1, keyin 1, 3, 5, 7 и 9. Shu hisob bitdi. Tak, mayda spam qilganlarni hozir chiqarayman. Так, katta qudalishi maydasi bir minut nima qoldi? 307 endi. Ifodaning ma'nosini tepinglar deydi. Voy, minuslar yamanchiq kelib, akkuratni yozaylik. Minusdan 1, 2, 3, 4, 5 ta bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5 и A soni 1, 2, 3, 4, 5. Agar A soni
minus 50 bo'lsa, o vaqtda bunun ifodaning ma'nosi qancha bo'ldi dedi pergi punktda. 5 de minusdan sanab alaylik. 1, 2, 3, 4, 5 taladık. 5 tal minusni o'zi ko'paytsak, barbirim mesela bunun 2 minus plus bo'ldi, bunun 2 minus plus bu ketdi. Birsi 5 pari qoldi. Shuning uchun meyda minus faktiski buni ixchamlaganda minus a qoldi. Endi minus a da a ning o'rniga minus 50 ni yazsanglar bo'ldi, prosta 50. Yan birisini ko'rsatib qo'yay. 9,100'den 9 bo'lsam, u chog'da a deganimizda minus a bo'ldi teng minus 9,100'den 9. Shu hisob bitdi. Oxirgi hisob nomer 308'ni chiqarib yetaylik. İfadenin ma'nosini tepinglar. Minus b ni izlayapmiz. Agar b teng 1,55 ko'paytirilgan 31'den 25 plus 3,30'dan 29 bölüngen 0,100'den 4. Bu hesap 1, 2, 3 emeldim bo'lgankin 5'i ko'paytimiz, bölümüz, qo'shimiz degandek birinchi amalni chiqaraylik. 1,100'dan 55'ni давайте сразу 100'dan 155 deb yozib olaylik, o'ng'ay bo'lish uchun. Mayda 31'dan 25. Qisqartib etsak, 155 ni 31 ga bo'lsanglar 5, 100 ni 25 ga bo'lsanglar 4. Тогда qaldı bizde bir yerde 4'ten 5 ili 1,4'ten 1 yoki bo'lmasa 1,100'dan 25. İkinci amelde 3,30'dan 29 ni 0,4 ga bo'lgan noto'g'ri aylantiramiz. 3 ni 30 ko'paytsanglar 90, 90 ga 29 ni qo'shsanglar 119. 30'dan 119 sразу ko'paytirilgan deylik. 0,100'den 4 aslida 10'dan 4, 10'dan 4 2 qisqartib etsak 5'den 4 dedimi? Voy. 10'dan 4 deganimiz 5'den 2 nim qotma, 5'den 2. Bölüngen to'g'onni ko'paytirilgan belgisini qo'yib 2 ostiga 5 ni ustiga chiqarib etsak qisqartib etaylik. Bu yerda chiroyli son chiqmadi. Durust yozdim berilganini. 3, 30'dan 29. Da. Ладно, durustga normalni 30 ni 5 ga bo'lsanglar 6, 1 qoldi. 6 ya 2 12'dan 119'dan kalkulyator ishlatmay o'yda hisoblaylik. 119 ni bölsizlar 12 ga примерно mayda 120 12 10 bo'lsa, yani 9 ni olamiz. 90 18. 9 2 18, 8 yazımız bir oyda 9 10. 119 ni 108 ni yetsanglar 11. В общем chiqadigan 9,12'dan 11. Oxirgi amal 3-chisida buni 1,4'dan 1 ga qo'shaylik 9,12'dan 11. Ni daimini noto'g'ri aylantirishga sразу 1 ga 9 ni qo'shib etsanglar 10. 4 bilan 12 ning maxraji 12. 4 ga bo'lsanglar 3, mayda 1, 3 ga 11 ni qo'shsanglar 14. 14 12 dan jiq 1 butun kechirishlik ketadi 11 butun 12 dan 2 qisqartib etsanglar 11 butun 6 dan 1. Всё, shuning bilan bugungi mushu mavzumuz birdamlik bitdi. Надеюсь, natural son, butun son, ratsional, ratsional ancha в принципе mushlarning mana hamsi ratsional sonlar. Сразу masalalarni chiqarib etdik. Tushunmagan yerlar bo'lsa, конечно, yezinglar. Mashaga
Suallaryňlar peýda bolsa atak, ders düşünüşlik ýaxşy bolsa like besişni unutup galmaňlar. Boldy şunuň bilen salamat bolňlar.